Sepkil nima sababdan paydo bo'ladi? Sepkil yuzdagi pigmentli dog'lar hisoblanadi. Teri va soch rangi uchun melanin pigmenti javobgar. Moddalarni o'sha muvozanati buzilganda, stress va vitamin yetishmovchiligida teri hujayralari pigmentatsiyaga uchraydi va natijada sepkillar paydo bo'lishi mumkin. Sepkillar paydo bo'lishining yana asosiy sabablaridan bittasi ota-onadan bolaga irsiyat orqali o'tishi. Sepkillar bu kasallik hisoblanmaydi. Ularni ilmiy atamada efelitlar deb ham atashadi. Shuning uchun ular sog'liqqa jiddiy ta'sir yetkazmaydi. Sepkillar nafaqat yuzda, balki butun tanada ham bo'lishi mumkin. Sepkilli qizlar bahor quyoshida salqinga o'tishi maqsadga muvofiq sepkil 25 yoshgacha ko'payadi, rangi ham to'qlashib boradi. 30 yoshdan keyin bo'lsa, aksincha sekin-sekin u rangi oqara boshlaydi, miqdori ham o'zgaradi. 40 yoshdan keyin bo'lsa, ular umuman yo'q bo'lib ketishi ham mumkin.